Assalomu alaykum va rahmatulloh, hurmatli yurtdoshlar. Inshaalloh hozir biz отопление, ya'ni isitish tizimini bir nechta usullarini ko'rib chiqamiz. Kim bu отопление isitish tizimidan xabardor bo'lmasa, ko'rib bilib oladi. Ya'ni qaysi tizim, qaysi usul yaxshi va qulay siz uchun, sizni uyingiz uchun. Demak, boshlaymiz hozir. Siz videoga like bosishni unutmang va podpiska tugmasini bosishni unutmang. Qancha biz ko'proq bo'lsak, podдержка qilsalaring, keyin biz inshaalloh kachol olib keladigan aka-ukalarimizga sifatliroq kachol olib keling yoki arzonroq qilib soting yoki servis xizmatini yaxshiroq qiling deb ayta olamiz. Albatta, sizlarning podдержкалаring bilan birga. Demak, boshladik. Demak, do'stlar, hozir oddiy двухтрубный sistemani ko'rib chiqamiz sizlar bilan birga. Bitta xonada o'rnatilgan 9 ta radiatorni. Hammaga ma'lumki, bitta konturli kachol bo'ladi va uy bo'ylab, xonalar bo'ylab bittadan radiator o'rnatiladi. O'shanda bu yerda 9 ta radiator hisoblanamiz. Birinchi podachani ko'rib chiqamiz. Podacha har bir radiatorga navbat bilan ulanadi va oxirgi radiatordan qaytadi orqaga, ya'ni obratga bo'lib. Bunday usulda podacha obratga 25 lik yoki 32 lik turbadan bo'ladi. Radiatorlarga kirish esa 20 lik turbadan bo'ladi, ya'ni polipropilenoviy turbadan. Bu holatda birinchi radiator, ya'ni kacholga eng yaqin radiator bu sistemada podachada ham birinchi, obratkada ham birinchi hisoblanadi. Shuning uchun bu juda ham yaxshi sharoitda ustanovka qilingan hisoblanadi va eng zo'r qisigan birinchi radiator deyiladi. Keyingi ikkinchi radiatorga podacha boradi. Bu ham qiziydi. Bu ham umuman olganda kacholga yaqin bo'lganligi uchun ikkinchi radiator ham podachada ham obradkada ham ikkinchi bo'ladi va yaxshi sharoitda desak ham bo'ladi. Keyin 3-chi, keyin 4-chi, 5-chi, 6-chi va oxirgisi 9-chi radiator hisoblanadi. Bunday usulda biz radiatorlarni ketma-ketlikda ulashimiz sistemani yaxshi ishlaydi deb kafolat bera olmaymiz. Agar barcha kranlar ochiq holatda bo'lsa, birinchi radiatorimiz 100% ishlaydi, ikkinchi radiatorimiz 85% ga ishlaydi, uchinchi radiatorimiz 65% ga ishlaydi, to'rtinchi radiatorimiz esa 40% ga, beshinchi esa 10% ga. Qolgan 4 ta radiator katta ehtimol bilan umuman ishlamaydi. Bu usul effekti past usul hisoblanadi. Qachonki birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi radiatorlarni, kranlarni qisib chiqsak, o'shandagina ishlashi mumkin. O'shanda ham effekt unchalik zo'r bo'lmaydi. Mana bu birinchi, ikkinchi, uchinchi radiatorlarni, kranlarni qisib chiqsak, o'shanda 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi radiatorlar ham sirkulyatsiya o'tishi mumkin. Lekin baribir ham ko'ngildagidek ishlamaydi. Oxirgi radiatorlar gradusi past bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, sxemada ko'rsatilgandek. Oxirgi 4 ta radiator qarang, 10, 25, 40, 55 gradus issiqlik ko'rsatilyapti. Oxiridagi xonalarda agar issiqligi yaxshi bo'lsin desak, biz radiatorlarni ko'paytirishimiz mumkin. Bu esa qo'shimcha xarajat degani. Yoki pastdagi podacha obratli turbalarni 32 lik yoki 40 likka almashtirishimiz ham mumkin. Bu esa qo'shimcha xarajat degani. Ikkinchi usulda biz xonani ikkiga bo'lishimiz mumkin, ya'ni gidrokollektorlar yordamida. Mana podacha gidrokollektor o'rnatamiz va gidrokollektordan bittasini podacha 5 ta radiatorga, ikkinchisini 4 ta radiatorga bo'lamiz, ya'ni 2 ga bo'lamiz. Obratkani ham xuddi shunday gidrokollektor yordamida 2 ga bo'lamiz. O'shanda biz xonani ikki qismga bo'lib olganimizdan keyin ikkita kontur bo'ladi. Lekin biz baribir ham boyagi birinchi usulga nisbatan bu ancha effekti yaxshi bo'ladi. Radiatorlarni va gidrokollektorlarni regulirovka qilib chiqishimizga to'g'ri keladi, ya'ni hammasi yaxshi ishlashligi uchun. Lekin baribir 100% ikki taraf ham bir xil ishlaydi deb ayta olmaymiz. Sababi baribir o'sha suv aylanish qarshilikda farqlar bo'ladi va barcha radiatorga bir xil issiqlik bormaydi. Sababi kacholga yaqin radiatorlar baribir ko'proq qiziydi. Do'stlar, 3-chi usulni ko'rib chiqamiz. 3-chi usul
eng ajoyib usul deb hisoblayman. Men ko'proq shu usuldan foydalanaman. Podacha chap tarafdan, обратка esa o'ng tarafdan boshlanadi. Ya'ni 25 lik turbadan montaj qilinganda 20 lik bilan подключение bo'lganda radiatorlarga. Keling endi bu sistemani ishlash prinsipini ko'rib chiqamiz. Koteldan issiq suv keladi, birinchi radiatorga kiradi. Bu обраткада 9-radiator hisoblanadi. Va ikkinchi radiatorga o'tadi. Mana birinchi radiator обраткада 9. So'ng ikkinchi radiatorga qarab issiq suv boradi. Ikkinchi radiator podachadan ikkinchi hisoblansa, ikkinchi podachadagi obratkadan 8-radiator hisoblanadi. Bu usulda eng moshniy taraf, masalan, ikkida podacha eng moshnisi bo'lsa, podachada, obratkada 8-o'rinda. Xuddi shu usulda barcha radiatorlarga, ya'ni barcha xonadagi radiatorlarga shu usulda tarqatiladi. Ya'ni 9-radiator podachada bo'lsa, birinchi radiator bu obratkada bo'ladi. Ishlash effekti chotki bo'ladi hammasida. Hech qanaqa regulirovka qilish shart bo'lmaydi. Qarang, kotelga yaqinligi jihatdan obratkada 1, zato podachada 9. Kranlarni regulirovka qilish umuman shart emas. Hammasi ochiq tursa ham hammasi bir xil ishlayveradi. Hammasi 100% qarang. Yaxshi usul hisoblanadi. Men o'zim shu usuldan foydalanaman ko'proq. Agar siz bitta xonadagi radiatorda qissangiz yoki ochsangiz, ya'ni issiqlikni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, bu boshqa radiatorlarga umuman ta'sir qilmaydi. Faqat bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Podachada ham, obratkada ham o'rtada turib qolgan radiator, o'rtada turib qolgan, o'sha ishlamay qolish ehtimoli juda katta bo'ladi. Bu muammoni tuzatish uchun, to'g'irlash uchun radiatordan yoki sal chapga yoki o'ngga olishimiz kerak, yoki podachada yoki obratkada turbalarning uzunligini sal uzaytirishimizga to'g'ri keladi. O'shandagina kuchlar bir xil bo'lmaydi, o'shandagina o'sha radiator ishlaydi. Do'stlar, har qanday holatda ham двухтрубный sistema katta xarajat ko'proq, ya'ni trubada ko'proq xarajat qilasiz. Ya'ni obratkaga ham, podachaga ham truba sotib olasiz. Lekin hozir men sizlarga bu kompyuterda ekranida двухтрубный sistemani faqat двухконтурный котел, ya'ni sirkulyatsionni nasos bor sistemani, ya'ni shu holatda tushuntirdim. Hozir men sizlarga yana samotyok sistemani, gravitatsionniy sistemani tushuntiraman. Unda svet yo'q joylarda yoki gaz o'chadigan, gaz yo'q joylarda, o'tin bilan, ko'mir bilan isitiladigan kotellarda ham o'sha gravitatsionniy sistema ishlatiladi. Tak, однотрубный sistema ham bor. Однотрубный sistema qo'ysa bo'ladi, ishlash chotki. Men uni nasib bo'lsa tushuntirib beraman bitta video qilib. Bu video uzayib ketmasin degan maqsadda uni qo'ymadim. Alohida bitta video qilib beraman однотрубный sistemani. Unda однотрубный sistemada u faqat sirkulyatsion nasos yordamida aylantirsa bo'ladi ko'p holatlarda. Lekin ba'zi bir akalarimiz однотрубный sistemani ham sirkulyatsion nasossiz qilgan joylarini bilaman. Men o'zim eshitib qilmaganman. Davom etamiz. Do'stlar, yana bitta sistemani sizlarga chizib ko'rsatishga qaror qildim. Kompyuterda emas, ekranda emas, chizib ko'rsatishga. Bu sistema pauk deyiladi, gravitatsionniy sistema. Gravitatsionniy sistema degan sababi bu samotyok sistema. Endi hech qanaqa sirkulyatsion nasos kerak emas. Kotelingiz tverdo toplenniy, ya'ni o'tinga ham, gazga ham, ko'mirga ham ishlaydigan kotel qo'ysangiz, masalan, svet o'chadigan joylarda, gaz yo'q hududlarda bu sistema juda ham qulay sistema hisoblanadi. Masalan, siz mana bu podacha turbani agar 32 lik turbadan olgan bo'lsangiz, 32 likdan tepaga cherdakka bitta расширительный bachok qo'yiladi o'rtaga. Keyin расширительный bachokdan 20 lik yoki 15 lik turbalar bilan har bitta radiatorlarga tushib chiqiladi. O'shanda havo bu yerdan chiqadi, rashbak yozib qo'yadi. Rashbak.
Расширительный bachokdan havo chiqib ketadi va issiq suv shu yerda to'planadi, keyin har bitta radiatorga shu yerdan taqsimlanadi, tarqaladi. Bu juda ham effektivniy usul hisoblanadi. Faqat bir narsaga e'tibor berish kerak. Расширительный bachok bak eng yuqori nuqtaga qo'yilishi kerak. Ya'ni sistemadagi barcha havo shu расширительный bachokdan chiqib keta olishi kerak. Agar siz mana yerda agar ana burchakni balandroq qilib qo'ysangiz, ya'ni havo mana yerda to'planadigan bo'lib qolsa, sistema ishlamaydi, shuni bilib qo'ying. Yoki radiatorlarga tushayotgan paytda mana bu burchaklarni baland qilib qo'ysangiz, ya'ni ichida havo to'planib qoladigan bo'lsa, sistema ishlamaydi. Обраткani ham xuddi shunday. Koteldan bitta обратка turba chiqarsangiz, masalan, bitta обратка turba koteldan chiqarsangiz, обраткani har bittasini mana shu turbaga ulab qo'yaversangiz bo'ladi. Va hech qanaqa yomon tomoni yo'q. Har bitta radiatorda обратка ulaverasiz. Bu o'sha aytganimdek, gaz muammo bo'lgan joylarda, svet muammo bo'lgan joylarda xuddi shu usulda o'rnatsalaring bo'ladi. Cho'tka ishlaydi. Javob sinovdan o'tgan. Keyin yana bitta usul bor. U usulda ham hozir men chizib ko'rsataman inshaalloh. Bu ikkinchi usul gravitasionniy samotyok sistema hisoblanadi. Va bundan farqi hozir ko'ra olasiz farqini. Masalan, siz padachani koteldan chiqardingiz, berdingiz padachani va qarab jo'natdingiz. Padachani. O'shanda eng yuqori nuqtani mana shu burchakda oldingiz, расширительный bachokni o'rnatdingiz. Rashbak o'rnatdingiz signalni. Va har bitta radiatorga yaqin joydan siz padachani berib chiqdingiz. Misol padachani unga berdingiz. Keyin ikkinchisiga berdingiz. O'shaning yonidan, keyin uchinchisiga berdingiz. Keyin to'rtinchisiga berdingiz. Beshinchisiga berdingiz. Xuddi shunday bularga ham shunaqa berib chiqdingiz. Mana shu sistema ham sinovdan o'tgan cho'tka sistema hisoblanadi. Обраткani ham xuddi shunday обратка turba tortasiz. Faqat uklonga e'tibor berishingiz kerak. Обраткada ham, padachada ham uklon bo'lishligi kerak, havo to'xtab qolmasligi kerak. Обраткada siz e'tibor beradigan tomoningiz, обратка endi radiatorlarga havo chiqib ketsa bo'ldi, radiatorlar orqali padachaga o'tadi, padachadan uklon orqali rashbakdan chiqib ketaveradi. Обратка e'tibor beradigan tomoningiz, ya'ni обраткаning o'rtasida mana bu joy bo'lmasligi kerak-da. Tushundingiz? O'rtasida ko'tarilib qolgan, havo to'planib qoladigan joy bo'lmasligi kerak. Atak havosizligini ta'minlasangiz, ishlayveradi, cho'tka ishlaydi. Do'stlar, men sizlarga aytmoqchi bo'lgan mavzuim shu edi, отоплениyaga taalluqli. Поддержка qilishni unutmanglar. Assalomu alaykum.